Xush kelibsan, amajonisi. Telefonmi? Xudoga shukr, halim qilyapsanmi debman. Haligi Pranni edi. akang kelsin. Bizni Haligi uyda sizni ko'rdimi? ovqatni birinchi dadamiz boshlaydilar. Yeyapsiz. Osham pishibdi-ku. Keling. Qani? Bismillah, boshladik. Oyi, o'shagim kelmayapti. Nonga shidrison sizdirib bering. O'g'lim, shidresonsi tugab qoluvdi. Ertaga dadang olib keladilar. Bugun osh yeb turgan, xo'pmi? Ha. Aka, Yo'qol. o'zingizga rahmingiz kelmasa ham, hech bo'lmasa bolalaringizga rahmingiz kelmaydimi? Bolani sariyog' yegisi kelyapti. Mana bu go'shtsiz osh yegisi kelmayapti, ko'rmayapsizmi? Hamda muzlatgichga to'ldirib qo'ying. Yo nima pulingiz yo'qmi? Yo'q bo'lsa men berib turaman. Lekin bunaqa bolani yaxshi ovqatga zor qilmanglar. Amajonisi, shunda qaravering. Adolat. Hozir senga kelinoying sifatida emas, sinfdosh dugonang sifatida gapiraman. Sen qanday qabul qilasan, o'zing bilasan. Oilamizni boshi, ya'ni sen akang, bizni boqaman deb halol pul topib harakat qilyaptilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Har doim ham to'kin dasturxon bo'lavermaydi. Birda unday, birda bunday. Lekin sen kim bo'psanki, oilamiz podshohiga farzandlarimiz oldida dakki berasan? Adolat. Eshit. Farzandlarim uchun dadasi dunyodagi eng ideal odam. Tushunyapsanmi? Ideal aka. Sulton Ro'ziboyevdek kuchli, Jahongir Ortiqxo'jayevdek boy, Muhammad Ali Eshonqulovdek aqlli. Akang farzandlarimizni shunchaki boquvchisi emas, ularning dadasi. Tushunyapsanmi? Dadasi. Dadasi. Sirpoysi. Endi dadasi. Men hozir Otbi ishga nimaga? Katta bo'lsam, Germaniyani universitetida o'qiymanmi yo Angliyanimi? Ish ko'pmi?